Qizlarga 100 nasihat. Abdurdan. Siz va bizga ma'lumki, hayotning nurg'un issiq sovuqini beshidan o'tkazib, qimmatlik hayot javharlarini mujassamlagan ota-bobolarimiz nihoyat ixcham qilib, hikmatlik nasihatga yaqin quloq mangu o'z rolini joriy qildira oladi deb aytgan. Darvaqa kishi foydali nasihatlar bilan ko'proq uchrashib tursa, hayotini go'zal ma'nolar xazinasida sayr qila oladi. Bu xil sayr insonning hayotga bo'lgan tushunchasini texmo cho'nqurlashtirish darsxonasi bo'lib, bu xil darsxonaning ko'plab ta'sis qilinishidan insoniyat shundaqla jamiyat taraqqiyoti uchun intayin muhim. Men xalqimizning o'z ma'naviyat olimiga to'limi mos bo'lgan hikmatli nasihatlar bilan ko'proq uchrashish istigiga ozroq bo'lsa-mu manfaati tegar degan maqsadda qo'lingizdagi Qizlarga 100 nasihat degan bu kitobni tuzib chiqdim. Kitobga kirgizilgan hikmatlar zamonimiz qizlarining o'zaro mukammallashtirishida o'z qiymatini bilib yetishida turklik rol o'ynaydi. Birinchi nasihat. Ay qizim, qizlarning eng go'zali hayo va iffat pardasiga o'ralgandir. Haqiqatan qizlar qalam qosh, shahlo ko'z, uzun choch, kelishgan, go'zal bo'lsa-mu, sharm hayoliq bo'lmasa, ularni hech kim go'zal demaydi. İffetli qiz deganda ko'z oldimizga tabiati muloyim, aql-farosatlik, hayoliq, nomuschan, ota-onaga mehribon, qarindoshlarga kuyimchan, cho'ng kichiklarga e'tiborli qiz namoyon bo'ladi va bundaqlar ko'zimizga chiroyli, yaqinliq ko'rindi. Hayo kishilarni yomon yo'ldan qaytarg'uchi va yaxshilikqa undigichidir. Kimning hayosi bo'lmasa, shuning uyiti bo'lmaydi va barcha qabih ishlarni qilishdan yanmaydi. Ikkinchi nasihat. Ay qizim, iffat vijdoniy poklik, nomus hayo deganlikdir. Qizlarning tabiatiga xos pokizlik, hayo, nafslik, zibolik, hushyorlik kabi fazilatlar ularning husniga husn, latofatiga latofat qo'shadi. Qizning husnini yerim boylik, aqlini bo'lsa xazina. Ulug' olim Ibn Sino insonda mangu turadigan husn va latofat hayo bilan iffatdir. Hayosiz yuz, jonsiz jasad kabidir degan edi. Dar haqiqat odamni o'ziga tortadigan, issiq ko'rsatadigan narsa kishining hayo va iffatidir. Hayo va iffatni o'zida mujassamlagan qiz hamon haqiqiy insoniy xarakterni yetiltira oladi. Uchinchi nasihat. Ay qizim, til bilan yurak, yaxshilik bilan yomonlikning buluqidir. Bu ikkisi yaxshi bo'lsa, odamı baxtlik va yaxshi bo'ladi. Bu ikkisi yomon bo'lsa, odamı yomonlik va baxtsizlikdan xoli bo'la olmaydi. Bundaq bo'lishidagi sabab til yurakning jarchisi. Yurakning jarchisi. Yurak nimani o'ylasa, til shuni so'zlaydi. Ko'ngilga kelganni olamga ayon qiladi. Kishilarni so'ziga ustunligi bilan maqtansa, sen sukut qilish bilan maqtan. Har narsaning dalili bor. Aqlning dalil fikri, fikrning dalil sukutdir. Sen sukut qilish orqali o'z maqsadingga yeta olaysan. Sukutdan yiroqlashsang, mag'lubiyat seni qarshiga oladi. To'rtinchi nasihat. Ay qizim, kishining xafa bo'lib turgan vaqtida masala so'rama. Agar sening xafa bo'lib turgan vaqtingda birov masala so'rsa, so'ziga qarab javob berma. Aqling yetmas so'zni so'zlama, kuching yetmas ishqa isilma. Har ishda o'ttir hollikni ko'zda tutish kerak. Jamoat bor yerda, majlisda biriga so'zing bo'lsa, oshkor so'zla. Zarur bo'lmasa, pichirlab so'zlashning hech foydasi yo'q. Har turli so'zni anglasang, go'yoki ojizlikdan kuchlangandek anglag'in. Bu so'zlar mayli kerakkan kelsin, kelmasin, jining tining bilan angla. Chunki so'z bir sadafga o'xshaydi. U ko'ngil daryosidan chiqadi. 5-nasihat. Ay qizim, qizlarning nazokati, qizlik qadr qiymatini oshiradigan amallarning kattasi silq sipoyi.
dal joyiga keltirib, mehribonlik puruqini singdirib turib, adablik so'zlashdir. So'zlagandimi rost so'zlash, gapni qisqa, mig'izlik qilishga, ma'nilik, o'rinliq so'zlashga odatlanish. Uzun, bemazza so'zlab kishilarni bezor qilmaslik kerak. Xalqimiz to'la gap qiladigan kishilarni adabsiz, kot-kot lozı deb ataydi. Ko'p gap qilguvchilar o'zining gapini yo'rg'iltadi. Xarakteridan mamandonlik chiqib turadi. Ularning ko'p gap qilishidagi maqsadi o'zini ko'rsatishdir. 6-nasihat. Ay qizim, iffetli qizlar o'zlariga talabchan, hayolik bo'ladi. Yurish-turish, kiyinish, muomala, munosabatlarda qizlik sha'niga yarasha ish tutadi. Kishilar orasida kalta, tor, ko'krak cho'ng kiyimlarni kiyish, mamandonlik, chaqiniq qiliq, o'rinsiz harakatlarni qilish o'zlariga har oladi. İffetli qizlar bo'libmi yigitlarning oldida, cho'nglar bor o'rinlarda o'zini qanday tutishni yaxshi biladi. Har bir qadamini o'ylab bosadi. Qiz bola o'zining tabiiy chiroyi bilan yaqinliqdir. Uningga yana pardoz qilish uni sinirlashtirib qo'yishi mumkin. Bo'lib muhaddidan ziyoda pardoz qilish, kelmas zibu-zinatlarni taqash, qimmatbaho kiyimlarni kiyish qizlarni yengiltak, qo'rchoq sifat ko'rsatib qo'yishi mumkin. 7-nasihat. Ay qizim, donolar ilmini mol-mulkdan afzal deyishadi. Aytilishlaricha, ilm mig'iz bo'lsa, boylik uning po'sti. Ilm gul bo'lsa, boylik uning hididir. Dono kishilar har doim ana shu mig'izni qo'lga keltirish yo'lida jafo chekadi. Chunki ilm avval fazilatli kishilardan miros qolur. Mol boylik bo'lsa, Harun va Hamunning mirosidir. Ikkinchi, ilm kishida kamtarlik paydo qiladi. Uchinchi, ilmli kishining do'sti ko'p bo'lsa, maldor kishining dushmani ko'p bo'ladi. To'rtinchi, maldor kishilar o'ta xasis va bexil bo'lsa, olim kishilar saxovat egasi bo'ladi. 5. Ilm kishiga dunyoda obro' keltirsa, mol dunyo azob keltiradi. 8-nasihat. Ay qizim, 3 xil kishi hikmat ravishidan jiroq, aql yo'lidan tashqaridir. Buning birinchisi o'zining kuch-quvvatiga ishinib, har qanday balo kelsa qarshi ketaveradiganlar. Bunday kishilar oqibat o'zini halokatga soladi. Ikkinchisi, taomning o'ziga yetarli miqdorini bilmaydiganlar va maylisining hazm qilishga ojiz kelishidan qo'rqmay yavirdiganlar. Shubhasizki, bunday kishilar o'z jinining dushmanidir. Uchinchisi, adovat ahlining so'ziga mag'rur bo'lib, ularning xushomatlariga aldanganlar. Bunday kishining ishi oxir hasrat, nadomat va pushaymon keltirdi. 9-nasihat. Ay qizim, yaxshi xuyliq, adab axloqliq, mijoz xarakterga xosliqqa ega. Ko'ngli ko'ksi kang, yaramli qiz bo'lishi oson ish emas. Buning uchun ota-ona bo'lg'uchining qizini kichikdan boshlab tujublab tarbiyalab ajr singdirishiga, shundaqli qizlarmi esini topgandan keyin unsiz tarbiya va tarbiyada atrofida yuz berayotgan yaxshi-yomon ishlarni joyida farqlantirib, shu orqali o'z-o'zini tarbiyalashga to'g'ri keladi. Bundaq tarbiyalangan qizlarning go'zalligi fazilat g'unchisi qalb to'rida ichilgan bo'lib, agar buningga chiroy go'zalligi qo'shilsa, bundaq go'zallik kamolatga yetgan go'zallik hisoblanadi. 10-nasihat. Ay qizim, shijoat, saxovat va xushxuluqlik eng a'lo fazilatlardan bo'lib, bu sifatlarga ega bo'lgan kishilar har doim ulug'luq sarmoyasidan bahramand bo'lar. Markuz sifatlari ichida xushxuluqlik alohida diqqatga sazovardir. Chunki shijoat naganda ehtiyoj tug'iladi. Saxovat oliy fazilat bo'lsa-mu, uningga hamma kishi muyassar bo'lavermaydi. Uning o'disidan chiqish uchun kishilarga har xil shart-sharoitlar kerak.
Ammo xushxuluqliq shundoq narsaki, uningga hamma odam erisholmaydi. Yaqinlik xuluq egisidan cho'ng kichikning barchasi xursand bo'ladi. Bunda xuluq egisi boshqalarni xursand qilishdan tashqari, o'zimi har doim xursand yuradi. Boshqalardan bo'lsa, uningga muhabbat va muloyimlik qaytadi.